Xitoy hech qanday bir davlatning, hech qanday bir millatning, hech qanday bir xalqning do'sti bo'lmaydi. U dushman u. Biz mana shu safsatani, mana shu tushunchani qurbon bo'lgan Turkiston xalqining bir parchasi bo'lgan sharqiy turkistonliklar buni azobini chekyapmiz. Buni bugungi kunda o'zbek qardoshlarimiz, qirg'iz qardoshlarimiz, qozoq qardoshlarimiz, tojik qardoshlarimiz bu baloga mubtalo bo'lmasligini Allohdan tilaymiz. Kelgusi 50 yilda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistondan iborat 4 davlatni bosib olamiz deydi. Ey siyosatchilar, sizlar qanaqa odamsizlar? Ey Shavkat Mirziyoyev. Ey Shavkat Mirziyoyev, ey To'qayev, qanaqa odamsizlar sizlar? Bugunga kelib nima qilyapti desangiz, insonning bir xalqning ikki qadrli narsasi bo'ladi. Biri uning dini, aqidasi. Ular shunga hujum qilyapti. Bundan Turkiston xalqi ayrilgandan keyin xuddi Tojikistonga o'xshash bu dinni cheklash orqali davlatni, millatni taraqqiy ettiraman deydi. Ey sen qanaqa taraqqiyot haqida gapiryapsan? Aqling joyidami sening? Aqling joyidami seni? Aqling bormi? Bu millatning aqidasi islom bilan o'ynashyapsanmi? Uni aqidasi senga nima yomonlik qildi? Xitoy shuncha tahlika bilan ostonangga kirib, ajdahosini ko'tarib milliy bayramini nishonlagan bo'lsa, do'konlarni ustiga xitoycha yozuvlarni yozib olsa, seni tilingni pisand qilmasa, buni xavfini his qilmagan bo'lsang, qanday qilib o'zbekman deysan? Bugun qirg'iz oltin qaziladigan kumushkonni Xitoyga beribdi. Xitoy u joylarni o'ziniki qilib olib, xohlaganidek palapartish qazib kovlab, xohlagan ishini qilyapti. Yana nima qoldi senda yana sotmagan? Bitta shu o'zing qoldingmi sotmagan? Shu o'zing qoldingmi? Bundan keyin o'zingni ham sotasanmi? Bu siyosatchilarda aql qayerda qoldi? Bugun qanday qilib Xitoy tarafida Uyg'ur qarindoshimga kelgan narsa menga kelmaydi deb o'ylaysan? Nimaga asosan bunday o'ylaysan? Bunday o'ylashga sabab nima? Ular mana bu boshliqlarni, Shavkat Mirziyoyevni, Qosim To'qayevni, Sadir Japarovni, bularni hammasini qo'g'irchoq deydi. Hammasini qo'rchoq deydi. Qo'rchoq deydi ular. Ha, qo'rchoq bu. O'zbekistonga xitoyliklar vizasiz kirish rejimini qo'lga kiritishdi-ku. Xiyonatdan boshqa narsa emas bu. Bu Xitoy eng xatarli, qo'rqinchli, qabih dushman, tajovuzkor, ishg'olchi, qaroqchi, Turkiston diyorida yashashga haqqi yo'q. Haqqi yo'q, yashatmaymiz.